Hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan men Steve Gaming. Xullas, men bugun top 1 modlargacha ko'rsataman. Mana top 3-modimiz. Bu shaderga o'xshaydi, lekin 1.21 versiya uchun bu kanal yangi ochildi. Iltimos like, поделиться, komment deganlarni qo'yamiz. Mana siz effektlar bo'ladi. Sizga keyin ikkinchisi mana bunaqa bloklar hozir ko'rsataman. Mana bloklar boshqacha ko'rinadi. Qo'llar sakrasiz xuddi jeliga o'xshaysiz. Mana. Hop, keyin bunda menga eng yoqqani mana bu animatsiya bo'ldi. Suvga sakraganda xullas mana shunaqa effekt bo'ladi. Keyin yana bitta chiroyli turadigan fakel. Qo'llaringda fakel juda chiroyli turadi, lekin yoritmasa ham juda chiroyli ko'rinar ekan. Mana qo'lda turishi juda ham zo'r. Yana bu ovqat yeganda ham ko'rinadi. Faqat hozir ovqat yeyishlarini ko'rsatsam vaqt cho'zilib ketadi video. Keyin bunda uchish animatsiyalari, yurish animatsiyalari, urish, zarba berishlarda, uchishlarda o'xshaydi. Mana sizlarga uchishni ko'rsatsam, uchganda mana shunaqa animatsiya bo'ladi. Xullas, gapni ko'p qilmaymiz, ikkinchi modimizga o'tamiz. Ikkinchi modimiz xullas bu modda creeper portlaydi. Sizni joningizni olsa ham, lekin mana bloklarga zarar yetkazmaydi. Bu modda survival qilsangiz, qo'shib o'ynasangiz, mazza qilib o'ynaysiz. Chunki survival qilganingizda creeperlar sizni uyingizni portlatib ketishi mumkin. Agar bu modni qo'shib o'ynasangiz, sizni uyingizni portlatib ketolmaydi creeperlar. Shu uchun bu modni juda ko'p ishlataman. Xullas, mana top 1 modga ham o'tdik. Top 1 mod bu qurol modlar bo'ladi. Qurol modlarni ko'rsak, bular ham juda zo'r modlar. Mana animatsiyalari ko'rishingiz mumkin. Mana bu pulemyot, akem, shunga o'xshash narsalarni ko'rsatganman bu yerda. Akemning animatsiyasi menga ancha yoqadi. Mana pushkalar ham bor. Bular har xil juda ko'p orjalar bor. Bu orjalar bitta o'qda xohlagan hayvonni o'ldira oladi, lekin dragonni bilmadim, lekin uni qo'ylarni bitta o'qda bemalol o'ldira oladi. Mana bu modni qo'shib do'stlaring bilan otishma qilib, CS:GO o'ynaganday bo'lib mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Xullas, bu hamma modlarni meni YouTube kanalimni biosidagi Telegram kanalidan yuklab olasizlar. Xullas, Telegram kanalimni topish uchun Telegram kiramiz. Qidiruv poyezga o'tib Steve YT katta bilan YT Gaming deb yozib qidiramiz va birinchilikka chiqib keladi. O'shani kirsak, 3 ta modda ham tashlab qo'yganman. Kanalga obuna bo'ling, like, komment bosib ketish esdan chiqmasin.